qiynalib qoladi. 33 million savdo bo'lyapti hozir shu. Berilgan yo'q. Birinchi qorinmidi? Birinchisi aka. Birinchi bolasi? Novoscha. Bolasi Novoscha. Mana obunachilar birinchi qorin bolasi Novoscha 33 million savdosi bo'lyapti, berilgan yo'q mana. Berib olsin deyapti, bering. 33 million. Endi hamma berildi-da aka, qo'shib demayapti, tez men taraf. Bo'lyapti, berilgan yo'q. Qo'shib yubordi-yu akam. Hammaga assalomu alaykum. Iqboljonov kanali hamda Chorvoz kanali hurmatli obunachilari, bizni muntazam kuzatib borgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari hamda Chorva ishqibozlari. Mana bugun haftaning yakshanba kuni 25-may 2025-yil biz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on Chorva bozoridamiz. Inshaalloh bugun sizlarga Yangiqo'rg'on Chorva bozoridagi narxlarni qo'ldan kelgancha ko'rsatib, yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, ekraningizning o'ng tomonida hozir obuna bo'lish yoki paytda siltamasi bor, shuni bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ysalar, biz fikringizda borayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Hurmatli obunachilar, video so'mgazdi mana. Xudo xolasa ro'zg'orbob sigirlar qatoridan boshladik. Inshaalloh sizlarga chiroyli qilib video rolik tayyorlab berishga harakat qilamiz. Usta bugun nechtasizlar? Ha? 8ta. Nechinchi qorindan nechinchi qoringa to'g'ri? Oldin nechinchi qorin? Birinchisidan 4-chi qoringa. Birinchidan 4-chi qoringacha. 8ta, ha? Ha, 4 olib nari 33 millionga savdo pishmadimi? Yo'q. Berilgan yo'q, ha? Nech puldan nech pulgacha bu yerda? Narisi 30 millionga bor. Bunisi. Bunisi. Qorasi, ha? Bolasi buni olib. Bu nechinchi qoringa? Ikkinchi tovush. 30 million. Qani buni bolasi? Mana shu birinchidagi, ha? Qora. 30 million kami bor buni, ha? Hop, bularchi bunisi. Bu ham 15 ta suti bor ekan. Hop. 3-bolasi. Novos. Bola Novos. Bolasini. Ha. Mana bu sariq, ha? Bo'ldi mana. Mana hurmatli obunachilar. Mana shu 3-chi bola dedingiz-a buni? 3-chi bola Novoscha 15 ta sutga holatda. Buni nech pul kami bor? 34 million kami bor. 34 million kami bor. Bunisi birinchisi ekan. Bunisi. Bolasi nima buni? Bolasi nojincha. Bu nech pul deyapsiz? 28 kami bor. Mana bolasi hurmatli obunachilar, 28 million kami bor deyapti ana shuni. Necha sutga dedingiz buni? Aka buni endi suti hali o'lcha 10 tadan kam bermaydi ekan. Ha, hali rasmana o'lchanga yo'q, ha? Bizlar rasmana qaytgan yo'q. Ha. Necha kunlik bo'ldi bolasiga? Bolasi 3 kunlik bo'ldi. Ha, o'sha 3 kunlik. Bular-chi usta? Bular nech puldan? Bular. Ikkovini bola 3-4-chi bola. Aha. Mo'jin bolasi. Nech puldan deyapti bularni? Bunisiniga 36 kam bor. Bunisi? 35 kam. Bunisini 35, bunisini 36 million. Kami bor. Nechta tutga bular? 15 ta sutga olaveradi kelasi. 15 tadan 30 ta sutga. 15 tadan 30 ga tutga keladi, ha? Bunisi-chi usta? Bunisi. Nechinchi qorin bu? 3-chi qorin. Bolasi nima? Novoscha. Buni nech pul deyapsiz? 33 million kami bor. Bunisini nech pul bahoyda turadi hozir buni? 38 kami bor. Bu birinchi qorin bolasi Novoscha bu ham, ha? 33 million savdo bo'lib berilgan yo'q, ha? 33,5 bo'ldimi? Mana 33,5 ga chiqdi mana. Videomiz boshida 33 millionga savdo bo'ladi, 33,5 bo'ldi, berilgan yo'q. Mana birinchi qorin bolasi Novoscha. Nechta tutgan bu? Nechta tutgan deyman? Shuni o'lchaganmisiz? 12 ta bor. Ha, 12 ta beraveradi, ha? Birinchi qorin ekan mana. Dog'lasa hamma sigirimizni yeb ichari, dog'lasida nima bor, ha? Telefon nomeri? 33lik 929 30 20, ha? Dog'lasa hammasi to'rala soskasi ham ishlaydi, ha? Nima, so'ralanadi ham, ha? Bo'ldi. Rahmat, bozor bersin. Mana hurmatli obunachilar, ishqibozlari bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Ekranimizda doim ishonchli, yaxshi sigirlar bo'ladi. Ro'zg'orbob, hamyonbob sigirlar bo'ladi hozir. Aloqaga chiqarasizlar. Mana hurmatli obunachilar, do'xtirga dalish kiramiz inshaalloh. Aka nechinchi qorin ekan bunisi? Birinchisi bolasi nima? Munojin. Mana. Birinchi qorin bolasi munojin. Birinchi bolasi munojin. Sutini o'lchadingizmi aka? Sutini o'lchadingizmi, o'lchagansiz yo'qmi? O'lchanga yo'q. Hali o'lchanga yo'q, ha? Necha kunlik bo'ldi bolasiga? 5. Ha. Bolani ham lekin yaxshi ko'rib mana.
4-chi yo 5-chi kun bo'ldi bolasiga. Ha, fe'llar. Nech pul baho deyapsiz aka bunga? 32. Kami bor. Savdosi bo'ldimi? Nech pulda ko'rdi so'ramasa? Hali realni so'ragan yo'q. 32 milliondan o'tib beramiz xohlasa. Yeb ichari. Hamma yo'q joyda. Sinovog'i bor ha. To'ralar nimasi ham ishlaymikan axir? Nima deysiz? To'ralar nimasi ham ishlaydi yelin ha? Yo'q, bittasi qirqoq qolgan ekan, endi berasiz. Ha, ha. 3 yilingga beraverasiz. Yo'q, undan ham tushadi. So'zdan o'zi tushaveradi ekan. Ha, tushaveradi. Telefon nomeri aytib qo'yaylik shu hodiga. 91lik. 164 64 87. 164 64 87 ha. Rahmat, bozori bersin. Ana, shu bozorlar bo'lsa aloqa chiqarasiz. Hurmatli obunachilar. Lekin film baland yuragan. Bersa kerak 15 ta. 15 ta beraveradi, xudo xolisa. Yaxshilab qarasa, undan ham ko'proq beradi, ha. Gap yo'q. Ha, yillar. Rahmat, bozor bersin. Dal shu davom etamiz. Rahmatlar, xudo xolisa mana. Fillar bilan ancha ko'payib qolibdi. O'tgan haftaga nisbatan. O'tgan hafta sal nisbatan azroq qo'shildi. Rekablarni. Bular bo'lyapti ekanlar. Men so'rayman. Nechinchi qorin ekan bu? 3-chisiga. Bolasi novvoscha. 3-qorin bolasi novvoscha. Qorin bolasi novvoscha. O'tg'or bo'lib sigirlardan mana. Sena yana bir to'g'ri gullatadigan. Nechta sutga aka xohlasa? Sutini o'lchadingizmi? Nechta sutga? Yo'q, sut. Ha. 7-8 beraveradi, ha? Mana. 7-8 suti bor deyishadi xohlasa. Necha kilo bo'ldi bolasiga? Qanchalik bo'ldi bu? 5 kun vaqt Bir haftaga. Nech pul deyapsiz narxi? 22 million. Kami bor. 22 million kam bor. Yeb ichari yuvoshligi sinamog'i boradi xohlasa. To'ralar yillam ishlayman axir. To'ralar ham ishlaydi deyapti. 22 million o'tib beramiz, ha, xohlasa. Shifodiga telefon nomeri aytib qo'yamizmi? Ha? Aytmaymizmi? Hammaylar. Rahmat, bozor bersin. Telefon nomeri aytishmaydi akamiz. Hadi davom etamiz, xohlasa. Chiqarib qo'yamiz aka, bo'ldi. Mana, sizga chiqarib qo'yaylik birinchi mana. Assalomu alaykum. O'zingiz yaxshimisiz aka? Sizimiz joningiz sutmi? Nechinchi qorin ekan aka bu? Ikkinchi qorin. Yo'q, ikkinchi qorin, ha? 4 kurak. Nechta sutga xohlasa? 15 ta beryapti, 13 taga sinov olasiz. 13 taga sinov olaveradi, 15 ta beryapti hozir. To'ralar yildan ishlayman axir? To'ralar butun, ha? Olasiz, novvos. Bolasi novvoscha. Bolasi novvoscha. Telefon qilishura yana bor, 5-6 ta. Ha, bo'ldi. Yana akamizda bor ekan. Nech pul deyapti buni narxini? 30 million so'm ozgina kam bor. 30 million ozgina kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Yeb ichari yuvoshligi sinamog'i boradi xolasa. Mana. 15 ta suti bor deyapti, 13 taga ko'rib olaveradi, sinab olaverish deyapti mana. Bolasi novvoscha. Mana. Kelishtirib berdi narxini sal. 30 million sutka chiqadi. Nima bor hozir? Lekin o'tib beramiz, xudo xolasa. Ha, o'tib beriladi aka. Bo'ldi, telefon nomeri aka? 77lik. 77lik. 280 77lik 280 16 15. 16 15. Chiqodalar bo'lsa mana sharamga aloqa chiqaradi. Bularda yana bor, xolasa. Bo'ldi, rahmat, bozor bersin. Mana. Chiqodalar bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Bolasi novvoscha. Rahmat, bozor bersin. Amaki nechinchi qorin ekan bu? Ikkinchi qorin. Bolasi nima? Unaji. Nech pul deyapsiz narxi? 25 million. Ikkinchi qorin bolasi unaji mana. Qadrlamachilar 25 million baho aytishyapti ekan. Ishqodiga telefon nomeri aytib qo'yamizmi? Ha? Telefon nomeri aytib qo'yamiz ishqodiga? Ha, bo'ldi. Mayli. Bozor bersin. Ana 25 million kam bor deyapti. 25 million baho aytishyapti. Nechinchi qorindan ekan aka bu? 3-chisi bolasi nima? 3-chi bola. Bolasi nima? Unajin.
Üçüncü qarın bolası bunu alacağım. Ana hurmatli obunachilar. Nechta tutkada xolasa? Assalomu alaykum. Alloh rahmat aytsin. Yana sizmi? 15 ta beraveradi. 15 taga sanab olaveradi, da xolasa. To'ralar yelni ham butun mahir. 3 ta ya. Lekin janavar tutlar oq ketayotgani. 15 taga sanab olashaveradi. Yeb ichari da xolasa sinamog'i bor a. Necha kilo bo'ldi bolasi? Shoshayam kontrol bor. 4 kilo, 5 kilo bo'lib qolibdi-da. Necha pul aytyapsiz narxi? 30 million kami bor. 30 million deyishyapgan, kami bor deyishyapti mana. Savdosi bo'ldimi? Savdosi bo'ldimi? 23 millionga ko'rdi, berilgan yo'q. Qo'shilsa sotamiz. Aka telefon nomeri aytib qo'yaylik ishqozga. Telefon nomeri aytib qo'yamiz ishqozga. 91lik. 91lik. 156 05 37. 91 156 05 37 da. Rahmat aka bozor bersin. Ana shu kodlari bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Madomlanchilar lekin yil yaxshi yil o'shyapti mana. Ular ham yarqillab turibdi. Qaymog'i yaxshi shekilda, ha? Hep bir yerim ish qiyma bor. Nolata. Rahmat. Bozor bersin aka. Kodlari bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Ana, to'g'ri bo'lsa keladi. Nechinchi qorin ekan bular aka? Jupiga savdo bo'lyaptimi? Haqiqatda 23 kun sotadi. Savdosini yetishmadi. Mana. Nechinchi qorin ekan bu? Yaxshi, biz o'zi yaxshimi? Nechinchi qorin? Uchinchisi. Bolasi? Bolasi mental xunaj. Mental xunaj. Uchinchi qorin. Nechta? 15 taga, ha? 15 ta sinti bor, uchinchi qorin. Bolasi mental mana. To'ralar yeldan butun mahir. Nech pul deyapti narxi? 26 million. Kami bor. Nech pulni ko'rdi so'ramasa? 23,5 ni ko'rdi, berilgan yo'q. Qo'lcha sotamiz, ha? Yeb icharida holisi namog'i bor, ha? Ana. Domlacha mana bo'lardi. Telefon nomeri aytib qo'yaylik hozirga. Telefon nomeri. Hozirga telefon nomeri aytib qo'yamiz. 88lik 88lik 271 271 22 27. 22-27 ha? Yolda rahmat, bozor bersin. Bozorimizni aloqa chiqarasizlar. 25 million so'm kami bor. İlk bir ay bunu aç. Benim yere 100 ming bor. Sen sabır qilyapsan. Yo'q. Sen sabır qilyapsan. Savdo pishmadi. O'zani uchish kerak. Pishdimi savdo? Olmayman bu ishga. Savdo. Nech pulga savdo bo'lyapti? 23 million. Qaysi biri? Bunisi. 23 million savdo bo'lyapti. Hurmatli obunachilar. 23 million savdo bo'lyapti, realni. Nasi kiraman. Bolasi nimaga bilmadi lekin. Aka, men gapirdim bo'ldi, bor baraka o'rsatdi. 20. Siz nima uchun olmayman. Ish bitmaydi qilibasiz. Davom etamiz. Nechinchi qorin ekan bu? Ikkinchisi. Bolasi? Hunajin. Ikkinchi qorin bolasi Hunajin. Ana. Necha pul aytyapsiz? 37. Kami bor. Nechta tutkada xolasa? Suti nechta suti? 15 taga ko'rib olashaveradi, da xolasa, ha? 15 ta suti bor deyishyapti. 37 million kami bor deyishyapti. Savdosi bo'ldimi aka so'ramasa? Savdosi bo'ldimi? Endi, ha? 37 million kami bor. Ishxonaga telefon nomeri aytib qo'yamizmi? Nechilik? 50lik. 051 051 75 78. 75 78 ha?
Şoğlar olsa aloqa chiqaradi. Bulardan bo'ladi olsa. Rahmat, bozor bersin. Aqboljonov kanali. Assalomu alaykum. O'zi yaxshimi kelibsiz? Ha, bugun ko'p qo'yamiz olsa. Mana. Allar. Nech pulga ketding oxiri? Pishdimi savdo? Xudoat pishdimi aka, pishmadimi? Bor, endi. Xudoat hali ham pishmadi. 23 millionga savdo bo'ladir ona. Mana shu ham hozir bir savdo bo'lyapti, ko'raylikcha. Qaysi biri savdo bo'lyapti? Shu savdo bo'lyapti? Nechta savdo bo'lyapti Ramazon? Nechinchi qorin? Bolasi? Bo'lsa. Birinchi qorin. Birinchi qorin suyuramdan ham. Allohning bolasi mana shu ekan mana. 29 million savdo bo'lyapti. Nech bo'lyapti? 29 milyon 200 ming. 29 million 200. Sigara Allohning 29 million 200 savdo bo'lyapti. Aqboljonov kanali aka. Aqboljonov. Pishdimi savdo, pishmadimi? Pishmadimi savdo? Bittami? Qurishlar qolamiz 2 million so'm bo'lgisi keladi. Barakami? Barakasini oldilar. Baraka bo'ldimi? Gap yo'q. Mana. Hurmatli domlajon, baraka bo'ldi. 29 million 200 ga? 29 milliongami? Qanchaga? Qanchaga yetdi? 29 ga 2. Gap yo'q. Mana hurmatli domlajonlar 29 million 200 ga baraka bo'pti. Barakasini oldi. Olganga ham, sotganga ham Xudo barakasini bersin. Birinchi qorin. Mana.